qizim bilan uchrashga ketyapman. Zot shunaqa issiq, dim, juda ham o'sha shorti kiyib oldim. Oyog'imga mana bunaqa baletka, chunki bizda Halloween yaqinda ham День благодарения Amerikada mana shunaqa orange tematikasi boshlanyapti, oranjevый kiyiladigan. Mana bunaqa значит mashinada ham to'g'risini aytsam-chi, qizib ketyapman. Bilmayman, balki boshqa narsa kiyib olamanmi. Ko'ramiz. Shortik, mana shunaqa bluzka chiroyli, baletka, Louis Vuitton sumkasi, ketdik. Bo'ldi, mana Sevinchni olib ketdim, keldik hozir ovqatlanishga. Qorning ochdimi, Sevinch? Nima ovqat yegan kelyapti? Yaxshi ovqat. Yaxshi ovqat. Menga aytishyapti, Sevinch o'zbekchani bilmaydimi deb. Manimcha so'rashadi odamlar, like bilaman. Bilasanmi, esidan chiqib ketdimi все-таки? Chiqmadi. O'qishing qanaqa, yaxshimi o'qishlaring? Yaxshi. Bo'ldi, uchrashdik. Bir oy bo'ldi, Sevinch ko'rishmaganimizga. Bir oy bo'ldi. Ну, почти bir oy. Ya. 3 haftacha bo'ldi. O'zimga mimoza oldim, shampanskiy bilan orange juice nima edi? Apelsinoviy sok qo'shilgan. Menga shunaqa yoqadi shu. Maza qilib yeyman. Qizimga uncha yoqmaydi.